Exam style questionslarga o'tamiz. Mm, This questions is about isotopes and subatomic particles. Demak, bu savol izotoplar va atomning ichki zarrachalari haqida. Xo'p, figure 1.2. Demak, 1.2 rasm. Structure and isotope of lithium. Litiy izotopini strukturasini ko'rsatadi, deyapti. Mana ko'radigan bo'lsak, litiyni ichida plyus deb yozib qo'ygan, demak 3 dona protoni bor, 4 dona neytroni bor. Bu yadro. Atrofida mana 3 dona elektron harakat qilyapti. Ikkitasi birinchi shelda, oxirgi 3-chi elektron ikkinchi shelda joylashgan. Xo'p, savol. Describe the number, charge and relative mass of each subatomic particle present. Demak, bu yerdagi har bitta atomning ichki zarrachalarini soni, zaryadi va massasini tasvirlab ber, deyapti. 5 balli savol, demak 5 ta fikr aytishimiz kerak. Demak, har bitta zarrachani sonlarini va zaryadlarini aytib chiqsak, 3 ta fikr bo'ladi. Va proton bilan neytronni massasi bir xil bilan bitta qilib aytamiz. 4-chi fikr elektronni massasi haqida gapiramiz. Bu 5-chi fikr bo'ladi. Shu yerdan boshlab yozaman. Demak, there are 3 protons which are charged. Bu yerda 3 ta proton bor. Qaysiki ularni musbat zaryadli deb qo'ydik. Xuddi shu narsani qolgan 3 ta zarrachaga takrorlaymiz. Demak, bu yerda 3 ta elektron bor, manfiy zaryadlangan. Demak, bu yerda 4 ta neytron bor, zaryadsiz dedik. Xo'p, endi proton va neytronlar nisbiy atom massasi, nisbiy massasi 1 deb qo'yamiz. Proton va neytronlarni nisbiy massasi 1 dedik. Endi elektronlarni massasi haqida gapiramiz, demak. Negligible mass deb qo'yamiz. Ya'ni elektronlar arzimas massaga ega. Xo'p, demak mana 5 ta fikr yozdik va shunda 5 ballni qo'lga kiritamiz. Xo'p. Explain why two different isotopes of lithium have the same chemical properties, deyapti. Demak, nega litiyning
ikkita izotopi bir xil kimyoviy xossaga ega deb savol beryapti. Elementlarni kimyoviy xossasini ularni elektronlari hal qiladi. Demak, ularda elektron konfiguratsiya bir xil bo'lganligi uchun ham, xossalari bir xil bo'ladi. Demak, B savoliga javob beramiz. Elektron konfiguratsiyasi bir xil deb qo'yamiz, bo'ldi. Demak, elektron konfiguratsiya bir xil. Same bu bir xil degan so'z, eslab qoling, juda ko'p ishlatamiz bu so'zni. Xo'p, write the isotopic symbol for lithium atom shown deyapti. Demak, quyida keltirilgan litiy atomi uchun izotop belgisini yozib ber degan. Demak, litiy kimyoviy belgisini qo'yamiz. Demak, massasi 7, proton raqami 3. Ya'ni tartib raqami 3. Mana bu yerda 3 ta protoni bor, 4 ta neytroni bor, jami massa 7. Hop, 3 ta elektroni bor. Elektronlarning soni protonlarga teng. Xo'p, D savoliga o'tamiz. Explain why lithium ion is positively charged. Nimaga litiy ioni musbat zaryadlangan deb so'rayapti. Bundan oldingi savolni tahlilini yozayotganimizda aytdik. U yerda stronsi 2+ haqida gapirilgan edi. Protoni 2 taga ko'proq degan edik elektrondan. Xuddi shu gapni takrorlaymiz. O'shaning uchun ham mana shunaqa exam style questionlarni ko'p ishlash tavsiya qilinadi. Imtihonda ham xuddi shunaqa savol keladi. O'shalarga to'g'ri javob bera olishingiz uchun mana shu kabi tayyorgarlik jarayonida qayta-qayta o'rganadigan bo'lsangiz, juda ham mustahkamlanib ketadi. Demak, bu yerda it has one more demak, chunki uni protoni elektronlaridan bittaga ko'proq deb qo'ydik, bo'ldi. Xo'p, shu tarzda maksimal 9 ballni qo'lga kiritamiz. Ikkinchi savolga o'tamiz. Make cobalt and nickel are next to each other in a periodic. Demak, cobalt bilan nikel davriy jadvalda ketma-ket keladigan elementlar deyapti. Xo'p, which one of these elements has higher atomic number? Qaysi birini atom massasi kattaroq? Va javobingizni izohlang degan. Xo'p, mana kobaltning atom massasi 58.9, nikelniki esa 58.7. Ko'rinib turibdiki, kobaltning atom massasi voy. Atom massasi emas, atomic number degan ekan, uzr. Atomic number bu tartib raqam. Kobaltda 27, nikelda esa 28. Demak, tabiiyki nikelning tartib raqami kattaroq. Explain ham degan. Demak, javobimiz nikel bo'ladi. Nikelniki kattaroq. Nega? Chunki protoni bittaga ko'proq. Demak, uni protoni kobaltnikidan bittaga ko'proq chunki. Mana ko'ryapsizmi? It has one more proton degan jumlani yana navbatdagi marta qo'llayapmiz. Keyingi safarlarda bemalol o'zingiz ham yozib keta olasiz. Xo'p, B savoliga o'tamiz. Suggest why nickel has a lower relative atomic mass than cobalt deyapti. 3 ballli savol. Xo'p, demak, nega endi masalan nikelni atom massasi kobaltnikidan kichkinaroq deb savol beryapti bizdan. Xo'p, 3 ball beramiz deyapti. Nega kichkinaroq? Chunki atomning o'rtacha massasi bu uning izotoplarini o'rtacha massasidan kelib chiqadi. Shuni hisobiga bu bitta sabab. Ikkinchisi ularda turli izotoplarning bo'lishi va nega endi kichkina deydigan bo'lsak, chunki
Kobaltning tarkibida og'irroq izotoplarni foizi ko'proq. Demak, o'rtacha atom massasini topayotganimizda qaysi izotopning massasi kattaroq bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha massa o'shanga yaqinroq kelib chiqadi. Masalan, xlorni oladigan bo'lsak, 35 li izotopi tabiatda taxminan 25% tarqalgan, 75%, 37 li izotopi esa 25% tarqalgan. 35 li izotopini miqdori ko'p bo'lganligi uchun ham xlorni o'rtacha atom massasi 35,5 chiqadi, ya'ni 35 ga yaqinroq son. Demak, umuman olganda elementlarning nisbiy atom massasi bu uning izotoplarining o'rtacha massasi hisoblanadi. Endi o'rtacha massani topayotganimizda massasi kattaroq izotopning miqdori ko'proq bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha kattaroq son chiqadi. Yengilroq izotopning miqdori ko'p bo'lsa, demak, o'rtacha massasi kichikroq chiqadi. Demak, bu savolga quyidagicha javob beramiz. Xo'p, B savoli bo'ldi bu bizada. Xo'p, demak, nisbiy atom massa a, massaga ega bo'lgan zarrachalarga bog'liq dedik. Ya'ni izotoplarga. Xo'p, endi biz aytamiz, nega nikelning massasi kobaltdan kichikroq degani uchun, demak, kobaltda abundance degani tabiatda tarqalish foizi degani. Xo'p, demak, kobaltda og'irroq izotoplarning tabiatda tarqalish foizi kattaroq nikelga nisbatan dedik. O'shaning uchun ham kobaltning massasi nikelnikidan katta, nikelniki kichkina. Yoki shuni gapni teskarisini ham yozsangiz bo'laveradi. Masalan, nickel has lower abundance of heavier isotopes deb, ya'ni og'irroq izotoplari kamroq deb qo'ysangiz ham bo'laveradi. Demak, bir xil. Endi men masalan ko'proq pozitiv gap yozishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham og'irroq izotopi ko'proq dedik kobaltda. Lekin Kembridjda tekshirilayotganda bu mutlaqo farqi yo'q. Sizni gapingiz pozitivmi, negativ gapmi, ijobiy gapmi, ya'ni salbiy gapmi, mutlaqo bunisiga e'tibor berishmaydi. Hamma versiyasiga to'g'ri javob bo'lsa agar u to'liq ball beriladi. Xo'p, C savolga o'tamiz. The isotopes seem to isotopes. Demak, kobalt bilan nikelning ikki xil izotopi bizga berilgan. Kobaltning 59ligi va nikelning 58li izotoplari shularga taalluqli savollarni beryapti. Which one has a greater number of neutrons? Qaysi birida neutronlar soni ko'proq deyapti va javobingizni izohlab bering degan. Hop. C ay вопрос. Voy, endi topaylik buni. Hop, 59 dan demak 27 ni ayirib yuboradigan bo'lsak, bizada chiqadi 32 bu kobaltning izotoplari. Demak, 30 bu nikelning izotoplari. Demak, javobimizga xuddi shu narsani yozib qo'yamiz bo'ldi.
Xo'p, kimda chiqdi bizada? Cobalt 59 da. Demak, birinchi savolga javob beramiz. Demak, Cobalt 59 ni neytronlari ko'proq. Endi explain ham degan sababini yozib qo'yamiz. Mm, Nega ko'pligini? Chunki unda 32 ta neytron bor. Endi mm, va nikel 58 has nikel 58 da 30 ta neytron bor. Xo'p. Which one of these is a top size favor kamroq degani, kamroq elektronga ega. Yana buni ham izohla debdi. Xo'p, demak Cobaltda elektronlar soni kamroq. Buni qanaqa izohlasam bo'ladi deganda, biza bilamizki, atomda mana pastida ko'rsatilgan son buni protoni soni. O'shaning uchun ham, chunki elektroni protonga teng deb izoh yozib qo'yamiz. Chunki izoh yoz dedim, albatta uni yozish kerak. Nimadir deb bo'lsayam. Xo'p, demak biz birinchi javob beramiz. Kimda elektroni kamroq degan so'zga Cobalt deb. Chunki elektronlarning soni equal teng degani protonlarning soniga. Xo'p, 3-savol. N-ion. Demak, kobaltning ionida 27 ta proton va 24 ta elektron bor ekan. Ushbu ion uchun simvol yozib ber debdi. Demak, kobalt deymiz. Elektronlari 3 taga kam bo'lsa, demak 3+ deb yozib qo'yamiz. Kobalt 3+ bo'ladi. Bu ionni belgisi. Xo'p. A beam of electrons demak, elektron nurlari elektr maydondan o'tkazilibdi. Demak, ikki xil zaryadli plataga ega bo'lgan elektr maydondan o'tkazibdi. Demak, manfiy va musbat zaryadlikda plata turibdi. Demak, beam of electrons ketyapti. Demak, bunaqa tajribani mavzuda ko'rib chiqqanmiz siz bilan. Elektron oqimi kelayotganda musbat bo'lgan anod tomonga qarab burilib ketib qoladi. Va judayam burilish burchagi katta bo'ladi, chunki elektronlar judayam yengil bo'lgan zarracha. Savoliga qaraymiz. Describe how the electron beams behave. Hop, explain your answer. Demak, platalar orasidan o'tayotganda elektron nurlari o'zini qanday tutadi deyapti. Javobingizni izohlab bering degan. 3 balli savol ekan. Demak, 3 ta izoh yozishimiz kerak. Demak, biz aytamiz, elektron nurlari og'adi, ya'ni buriladi. Bu bitta gapimiz bo'lsa, qaysi tomonga qarab burilishini aytamiz. Demak, musbat plata tomonga qarab buriladi. Va 3-jumlamizda negaligini yozib qo'ysak bo'ladi. Demak, chunki qarama-qarshi zaryadlar bir-biriga tortishadi yoki bir xil bo'lgan zaryadlar bir-biridan itarishadi deb. D savoliga javob beramiz. Demak, bu tipdagi savollarni ko'rganimizda ham deflect degan so'zni ko'p uchratdik. Og'ish nimani anglatadi? Demak, nur og'adi deymiz, birinchi gapimiz. Ikkinchi gapimiz qayerga og'ishini aytamiz. Tomoniga towards.
Demak, musbat palata tomonga qarab og'adi. Nega endi musbat palata tomonga qarab og'di? Chunki uni manfati, voy zaryadi, manfiy. Hmm. Hop, demak, elektronning zaryadi manfiy. So it attracts to demak, bu musbat palata tomonga, tortiladi deymiz.